Katta ayiq yulduzlar turkumini xayolan tutashtirganda qanday shakl paydo bo'ladi? Cho'michka. Cho'mich, to'g'ri. Bularga ikkita qo'yib turing. Osh tuziga nimaning qo'shilishi natijasida buqoq kasalligi oldini olinadi? Yod. Yod, to'g'ri. Bularga. Agar meva tarkibida uglevod ko'p bo'lsa, mevaning ta'mi qanday bo'ladi? Shirin. Shirin, to'g'ri. Bularga. Tirik organizmlar necha turga bo'linadi? 4 ga. 4 ga, to'g'ri. Bularga. Kristofor Kolumb Atlantika okeani orqali qaysi davlatga yo'l olgan edi? Hindistonga, to'g'ri. Bularga. U zo'rg'iga emas-a? Birinchi jahon urushi 1914-yilning qaysi faslida boshlanib ketadi? Yo'q. Yoz. Yozda, to'g'ri. Zo'r. Baliqlarning qon aylanish sistemasi nechta doiradan iborat? Ikkita. Bitta, to'g'ri. Karantin so'zi italyancha va yunoncha tarjima qilinganda necha kun degan ma'noni anglatadi? 40 kundan. 40 kundan, to'g'ri. Ularga. Bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat. Sovg'a sifatida homiyimiz Sahifa nashriyotining kitoblaridan taqdim etamiz.